Abdullayeva O'lmasoy bizga anchagina motivatsiya berishdi, qo'llab-quvvatlashdi, ishga qanday joylash haqida bizga ancha ko'p narsani o'rgatishdi. Meni ismim Davlatov Diyobek. Jamoa bilan ishlashni o'rgandik, ya'ni o'zimizga nisbatan ishonchimiz oshdi bu treningdan keyin. Boymuhammedov Bobirjon. Trening menga yangi do'stlar, yangi tajribalar berdi. Mo'min zot trening qiziqarli bo'ldi. Jamoa bilan ishladik, turli xil o'yinlar, ancha ko'nikib oldik. Ismim Nazokat, familiyam Aliyeva. Treningdan kelishimdan maqsad o'zimni qiziqtirgan savollarga, qiynagan savollarga javob oldim. Kelishimdan avval trening haqida tasavvurga ega emasdim. Ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldim. Jamoaviy ishlashlar, umuman hammasi yoqdi. Mening ismim Karimova Madina. Treningni o'zimga ishonchda o'rgatishdi. Men hozirda qilichbozlik bilan shug'ullanaman. Kelajakda qilichbozlikda Paralimpiadada birinchi o'rinda olishni xohlayman.